Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Dunyo tashlari bilan charchab qolmayapsizmi? Boringizga shukr. Bizni kuzatishda davom eting. Biz ihson qiluvchi kanalimiz. Ilohim savobli ishlarda hammamiz bardavom bo'laylik. Sizni bizga a'zo bo'lishingiz, like bosib tarqatib qo'yishingiz hammasi siz bilan bizni biz savobli ishga qo'l urganimiz bo'ladi. Birgalikda qilamiz, xudo xolasa savobli ishlarni. Men sizga ko'rsatayotgan mana bu bolamni Muhammad qorini nima suv idishi, suv ichadigan idishi. Hozir qanaqa qilib yuvishni ukini ham ko'rsatgandim, yana bir aytayapman sizlarga. Kunga yaxshi gapira olmadimmi, bilmayman. Kamroq tarqaldi-da, shuning uchun endi sizlarga bir anaqa qilib yana bir anaqa ko'rsatib qo'ymoqchiman-da, qanaqa qilib yuvishni non sodali suvda tez yuvib turinglar demoqchiman. Bu haligi plastmassali idishku rezinaku nimalari, mana so'rg'ichlari, ichidagi mana shlankalari hammasi rezinalik uchun tez kunda bo'lmasa ham 2 kunda kunora qilib yuvib turmasalaring bo'lmaydi-da. Bu eng halaqa bolani og'ziga, anaqa ichi nafas yo'llari, icheklariga anaqa zarar keltiruvchi, kasallik chaqiruvchi vosita hisoblanib qoladi-da agar tez yuvmasak. Gaplarim ham tutilib qolyapti. Mana yuvishda men nimadan foydalandim edim? Ukini bitta anaqa spitsa cho'p niman degandim, sim degandim. Endi hozir mana tushib ham ketdi qo'limdan. Mana cho'pa-cho'pisi nimasi bor-ku, plastmassa trubichka ushlaydigani bor-ku, cho'pa-cho'pisi bog'langan qandniki. Shunda oson bo'lar ekan deng. Men hali влажный salfetkani qurug'ida non sodali suvga shimitib olib, deng. Shuni ichini yuvyapman. Mana nimasini ham ichini alohida yuvuvchisi bor, nimasi maxsus yuvuvchisi bor. Unda yuvdim, uni ham qo'yib olmabman sizlarga. Buni hozir nimada, mana uni o'sha влажный nam salfetkani bir chetinidan kesib olib, o'rab olib, deng, shu non sodali suvga solib olib yuvdim. Yana ham yaxshi bo'ladi demoqchiman-da. Mana bu trubichkalarni ichlarini, mana trubichkasi ko'rinib turibdi-ku. Mana so'rg'ichlarini yuvsalar yaltirab qoladi. Non soda zarari yo'q. Gelda yuvmanglar demoqchiman. Tez yuvib turinglar. Bolaga ko'proq suv beringlar. Suv shifoligini aytdim, ham energiya manbai. Bola suv bilan tursa charchab qolmaydi, suvdan quvvat oladi. Shuning uchun sizlarga yana bir kerakli tavsiyani aytib qo'ydim-da. Baraka topinglar, kuninglar xayrli o'tsin. Bolalarni ehtiyot qilinglar demoqchiman-da. Katta bolachalarimiz ham, yosh bolachalarimiz ham ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.